Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızda başlayımız. Leksiyada Sadaqa Jirozi Washington'da sözdeyimiz. Bugün 2001 yıl 8. ayının 4. günü. Vaziyettin gep esak ötkende sizlerge biz ahırda iki muhakeme leksiyamızda siyaset doğrusu sözleştik. Çünkü onun hazır ahvalıga subjektiv aldı bir iki cümlede baha bergen bulduk. Endi bugün sizlerge sözleydiğin leksiyalar her bir işler. Çünkü bir iki günden bir iki vaziyet bulup mu Tayvan'da neşir kılınırgan pulga qaraydigan yıllar ve ciddi halkılık beytler qatarlıq torbetleri bir haftadan beri hadise harbiy işler doğrusu sözlevatıdı. Bunun nime ekanligini aldı aqsan nime ekanligini siz biz bilmesek mi? Harbiy işler degen endi bu bir güç, yani bir devlet gücü. Yani şu vaziyetki münasebetlik aldı. Bugünkü leksiyalarımız aşırımdan başlandı, hürmetli vatandaşlar. Tünügen bir gün dem aldım, geçirenler. Bugün resmi başladım leksiyonu. Mavzumunda Amerika avamatika tünce katem 12 tane. F-35 belgelik harbiy aeroplanına kaçılıp Asya'dan çok yanı rayına girdi. Çünkü az uçuraydıgan qorşavının içinde kaldı. Mavzula xabar 8. ayının 3. günü Duvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlan. Amerika Asya Tinch okeani skadroni 8. ayının 2. günü xabar tarqitib mundaq ko'rsatdi. Amerika Deniz Armiya Carvinson belgilik avtomatika 2. günü Santiago Deniz Armiya bazasidan qo'zg'alib Tinch okean bilan Osiyoga berib o'rinlashtirish olib boradi. Avtomatikalarni o'tmishdagi o'rinlashtirishga o'xshamaydigan bir tarafi shuki, bu avtomatikalarning o'tmishdagi o'rinlashtirishlarga o'xshamaydigan bir tarafi shuki, Carvinson belgilik avtomatika bir o'ttira atrat F-35C belgilik kurashchi aeroplan ve CIV-22B bilik algıçı belgelik aeroplan bu Amerika avtomatikalarının tunca qatam 5. avlod harbiy aeroplanlarını selep Asya Tinch okeani rayoniga o'rinlashtirilishi bo'lib hisoblanadi. Carvinson belgilik avtomatika Asya Tinch okeani rayoniga yetib kelgandan keyin Jungo'ning atrofiga o'rinlashtirilgan 5. avlod harbiy aeroplanlarning soni 100 daniga yetib boradi. Rekord yaratgan bo'ladi. Navbatda Amerika armiyasi Guam ve onun atrofidagi orollarga 25 tane F-22 belgilik harbiy aeroplan o'rinlashtirdi. Carvinson belgilik avtomatika bir o'ttira atrat F-35 belgilik aeroplan yükleyen Elizabeth belgilik Angliyaning avtomatikasi 18 tane F-35B harbiy aeroplan belgilik B belgilik harbiy aeroplan yetkazib kelib Yaponiyaga yetib keldi. Angliyaning bir avtomatikasi Elizabeth belgilik u ham F-B 18 tane F-18 tane harbiy aeroplanı yüklep Yaponiya deniz yetib keldi. Amerika armiyasi deniz armiyasi quruqliq chiqib jang qilg'uchi bir o'ttira atrat F-35B belgilik kurashchi aeroplan Amerika deniz armiyasi Amerika belgilik ikki taraflik hujum qilg'uchi harbiy parxod ve yana F-35B belgilik harbiy aeroplan o'ttira atirdi o'rinlashtirildi. Agar Yaponiya Koreyaga o'rinlashtirilgan F-35B belgilik harbiy aeroplanlarni qo'shganda
qo'shadigan bo'lsak, Jungoning atrofiga o'rinlashtirilgan 5-avlod harbiy aeroplanlarning soni 100 danaga yaqinlab kelgan bo'ladi. Muşunun münasebetlik halda torbetki bir mavzu vatandaşlara tavsiray. Harbiy koç bilen qorishashdimi mı qorqunchli. Harbiy koç bilen qorishashdimi mı beter qorqunchli. Tayvan atrofida vaqa yuz bersa, Tayvanni darhol diplomatik e'tirof qilish. Jungo qo'rqadigan ish yaqinda yuz berdi. Hal qo'lg'uch paytda torbiti 8-ayning 1-kuni yotib. Mana qo'shib qo'yganim yuqorqi harbiy holat yoki harbiy yurishlarga munosabatlik hozir Tayvanda hal qo'lg'uch daqiqalar yoki hal qo'lg'uch vaqt deyilgan torbiti, mavzuliq torbiti o'zi olgan bir abzas mavzuni sizlar qo'shib sizlar qo'shib leksiya qilib so'zildim. Vatandoshlar, oxirida siz bilan birga muhokama qilamiz.